Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga juda qulay va hamma kutgan imkoniyat haqida aytaman. Agarda sizda kriptovalyuta bo'lsa, Bitcoin, Dogecoin xohlagan kriptovalyutangiz bo'lsa, endi uni xohlagan davlatni Visa yoki Mastercardga bemalol o'tkazishingiz mumkin. Bu xizmat orqali pulingizni juda tez, xavfsiz va hech qanday murokabasiz almashtirib olasiz. Eng muhimi, hech qanday qo'shimcha ish qilmaysiz, shart emas. Kripto kartaga o'tkazish jarayoni avtomatik ishlaydi. Hammasi bir nechta daqiqa ichida tasdiqlanadi. Turkiya, Yevropa va boshqa davlatlarning kartalariga ham bemalol o'tkazishingiz mumkin. Cheklov yo'q. Konversiya oson, komissiya juda ham past. Agarda siz kriptovalyuta pulingizni kartaga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, linkini kommentariyada qoldiraman. Ishlatib ko'ring, juda qulay. Yoqsa, video yoqqan bo'lsa, bitta like, obuna bo'ling, yana foydali videolar qo'yib boraman. Dasturni yuklab olasiz va registratsiyani qilishni hammadan biladi. Registratsiya qilasiz, tamom ichiga kiradi. Shunday qilib bemalol ishlatishingiz mumkin. Yo bo'lmasa, kartangizdan ham kriptovalyuta o'tkazishingiz mumkin.